Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari, Nusro kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi qatordoshlar, ko'rib turgan mana bu uylarni xudo xolasa to'g'ri o'zimiz uyimiz bu, inshaalloh oilamiz uchun qurganmiz. Shu uyimiz qilgan xarajatlarimiz, material rasxodlari, nechxona planlarni polniy bir qator arzon qilib tushuntirish harakat qilamiz. Bu uy solmoqchi bo'lganlar uchun albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Kimdadir qurilish xizmatlari bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab uy quramiz. Patkilish xizmatlarimizdan boshqa korobka holatigacha bo'lgan holati mana o'zimizni obyektimiz uyimiz qilib bitkizdik. Agar kimgadir shu vaqti yo'q bo'lib safarda bo'lsa, kvadratiga ham hozir yo'lga qo'yapmiz. Kvadratiga ham qilib bichib beramiz. Misol 10 joy bo'lsa 100 kvadrat bo'ladi. Buni $130 pishgan qishda qilib beramiz. Tomigacha yopiladi. Shular haqida to'liq arzon qilib qo'ldan kelgancha inshaalloh Alloh qodir qilgancha shu ma'lumot beramiz. Qani bo'lmasa arzon qilishga boshladik. Mana bir qator planni yengil tushuntirib beramiz. Uzunasiga bundan buyog'iga obyektimiz 18 metr va bunaqasiga 1240 joy bo'lganga tushgan va bu joyimizda o'tish xoti bor. Bittadan keyin orqasi buziladi, to'g'ri prямо xot bo'ladi orqaga o'tish. Endi aziz qadrdonlar, mana hammasi 40-40 bo'lib ichkariga kirgan, 40-40 bo'lib shunaqa figura hol ishlangan. Ay ko'rayotganlarda oldi yumaloq bo'lgan. Avvalo va buni rim ustidan tepasi bilan pirmichkamiz degan ustidan bitta rigil o'tkaziladi. Shunda mana shuni g'ishtasi mana sokuldan chiqarilgan. Shuni teskarisi bo'lib, tepasida ham bo'lib, ikkinchi etajga dashib davom etadi. Biyalamizga ashunga bo'ylab turib g'isht uramiz. Faqat hozircha to'xtatildi, sababi mablag' ham tugadi va monolit quyiladi. Bu yerga pilta bosilmaydi, pilta tushmaydi, o'rtalari bir g'isht. Shu joyimiz mana bu yerda ikkitadan 4 ta rim ustun tushadi. Bu ikkinchi etaj bilan balkon bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqib ko'rib turiladigan balkon bo'ladi. Bu yer kirish xotimiz 3 metr va ikki chekkasida 3 metrdan xonani o'rni bor. Bu yerda bitta xona bor, bu yerda u xonasi yo'q bo'lib ketgan. Faqat pason ko'rinish uchun bir xil qilish uchun qilingan. Padojlarimiz asosan bu yerimiz kirish xotimiz 3 metr joyga joylashgan. 1.20 o'rtada eshik, ikki tomonda 50 sm 2 metrdan deraza bor. 3 qatorimiz bu uyda polniy soqul hisobiga chiqib ketadi. Sababi ko'ryapsizlar, 3 qator urib qo'yganmiz, soqul bo'ladi. Bu joyimiz hol 620 ga 630 joyga joylashgan va to'g'rida bitta mehmon, shu oshxona bor, to'g'rida bitta oshxona. Oshxonamiz bunaqasiga 430 ga 370 joyga joylashgan va shu gaz ovqatini hidi chiqib tortib ketadigan bitta dimoxod va ikkita havo uchun dimoxodlar qo'yilgan. Koridorimiz 2 ga 2 joyga joylashgan. Bu yerda bitta xonamiz bor. Xonamiz bunaqasiga 3 metr, bunaqasiga 4,5 metr joyga joylashgan. Bu detski va yana ikkita xona to'g'rida. Shu to'g'ridagi xonamiz bittasi mehmonxona, shu ko'cha tomonga qaragani. Bunaqasiga 3,5 ga 670, avvaligacha borsa 7 metr joyga joylashgan. Bu yerda jichcha mana shunaqa joy bor. Bu yerga bir mebel joylab ketamiz va bitta spalniy xona. Spalniy xonamiz bunaqasiga 3,5 ga 420, seyf uchun joy, ikkita dimoxod va spalniyda yonida bitta saunzel joylashgan. Mana saunzelimiz bunaqasiga 2 ga 2 joyga joylashgan. Bu yerda ham shu havo tortib qo'yishgan dimoxod, porchkalar qo'yilgan. O'rtalari polni ko'ryapsizlar, bir g'ish urilgan. Bu yerga pilta bosilmaydi, ko'pchilik so'rayapti. Monolit quyiladi, shuning uchun bemalol ko'taraveradi. Karobnalari bor, shu bir-birini korobka qisib qoladi monolitimiz. Va bu joyda ko'rayotganinglarda bitta lestnitsa xona joylashtirib ketganmiz. Lestnitsa xonamizdan unumli foydalanish maqsadida tashqariga chiqish bitta xod qo'yganmiz. 90 ga 220 eshik qo'yib va bu yerdan plashatka bilan tushiladi. Yana plashatka olib tashqariga chiqib ketadigan bo'ladi va eshikni qirg'og'idan bunday G qilib urilib, mana shtrabala qo'yib qo'yganmiz. Saunzel joylab ketamizda va lestnitsa mana shu yerdan tepaga qarab bunday aylanib chiqqanda lestnitsani tagida qolib ketadi. Xudo xolasa saunzelimiz. Bu yerda yana bitta xonamiz. Bu ham mehmonxona. Ichida kichikda ikkitadan mehmonxona bor. Bu ham xuddi shunday 670 ga 3,5 metr avval joygacha borsa 7 metrga boradi aziz qadrdonlar. Endi bu yerda ham yana bitta spalniyimiz bor. Spalniyimiz ichida saunzellargacha bor. Spalniyimiz ham 3,5 ga 4 metr joyga joylashgan, 420 ga joylashgan va bitta yerda 170 ga 2 metr bitta saunzelimiz bor. Porchkalar qo'yilgan, dimoxodlar qo'yib ketilgan yerga ham.
va bu joyimiz orqa tomondan ko'rinishi. Bu yerga shu agrajeniya qilib, shu yuradigan yo'lak qilinadi va saunzeldan keyin bitta tualet, katyolxona, shunaqa narsa joylashib ketadi, xudo xolasa. Shu hojat-bojatga chiqqani tashqarida shunaqa tualetlar, shunaqa narsa qilamiz yer tomonga. Va planlarimiz hozircha shu. Endi bu yerga ketayotgan rasxodlarimiz. Aziz obunachilar, mana bu tepadan ko'rinishi, pastdan ko'rgandagi ko'pchilik tushunmagan bo'lsa, xonalar proyektimiz shunaqa. Bu yerdagi mana rigilimiz bilan kolonnamiz urilib tegingan, shuning uchun ustidan 40 sm rigil o'tganda mana shuni eng uchi chiqqan joydan birga o'tib suyasga qilib boramiz. Shunaqa bo'ladi. Endi aziz qadrdonlar, bu yerga ketgan rasxodlarni aytsak, birinchi sementlarni aytib o'tamiz. Fundament uchun 22 tonna sement ketgan, fundament uchun. Bu yerga g'ish urishimiz uchun sementimiz 8 tonna sement ketgan, g'ish urishimiz uchun. Yana kolonnalarimizni quyish uchun, shu pirmichka kolonnalarimizni quyishimiz uchun 5 tonna sement ketdi bu joyimizga. 5 tonna sement. Jami bo'lib 35 tonna sement ketdi. Hozirgi kunda g'ish sementlarni 650 so'm bo'lyapti. Endi biz 700 so'm atrofida olgan edik. Sezonash qimmat paytda 700 so'mdan olganda 24 million 500 ming so'mlik sement ketdi. Bu yerga qum zakaz qilganmiz. Qumimizni qimmatroq olib ketdi. Uzoqdan qilganmiz. 1,5 milliondan 3 million so'mlik 2 mashina qum olganmiz. Xo'voda bir mashinasini 600 ming so'mdan oldik. 6 mashina ketdi. Zasipga shag'alimiz. Beton quyishimiz uchun shakarob ketgan. Shakarob shag'al. Bu 7 mashina, 7 kamaz ketgan. 1 million 700 mingdan 11 million 900 ming pul bo'ladi. Endi biz antimaroz oldik. 2 million so'mlik antimaroz. Shu qish kunida urilgani uchun g'ishtlarga antimaroz va gel qo'shib urildi. Faqat qum sementda urildi. 2 million so'mlik antimaroz va 1 million 800 ming so'mlik ugonlilar oldik. 30 ming so'mdan metri mana shu eshiklar uchun, polni bir g'ish bo'lgani uchun ugon. Aziz obunachilar, bu joy o'zimni hovlim, o'zimizning uchastka, shu o'zim uchun tayyorlaganmiz. Shu ota-onam, oilam uchun yashash uchun 111 million 700 ming so'mlik pul ketdi. Shu joyga kelib tushguncha endi yana bu yerda sismalar, monolit quyiladi, sisma quyilmaydi. Ustiga shunday monolit quyiladi va ikkinchi etajga ko'tariladi. Bu narx yaxshimi yomonmi? Endi kimdadir shu sezonlar boshlandi, usta qidiradi. Usta kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab uy quramiz, korobka holatigacha. Xizmatlarimiz, misol uchun Andijon viloyati iz bosgan bo'ylab bo'ladi. Keyin xizmatlar shu g'ishiga, betoniga addenni pul to'lab chaqirib qildirsanglar ham bo'ladi va hozirgi kunda shu ustalar yangi yo'nalish yo'lda hammasi bo'lmasa ham bir 10%, 15% bitta ham shunda hisoblab chiqdik. Uylarning qurilishini 130 dollardan boshlab uy qurib beramiz. Pishgan qishda bo'ladi. Fundamentiga armaturasi hamma xudo xolasa kashpolojni oladi. Bir etaj uchun addenni armatura qo'yiladi. 2 etaj uchun yana ham baquvvatlashtirilgan maxsus etajni ko'taradigan qilib shu davlat standartida qilib beramiz. 130 dollardan 160 dollargacha uyda naqasiga qarab o'zgaraveradi. Qilinadigan rasxodi, peri rasxodi ko'p, ozligiga qarab berilaveradi. Xudo xolasa chiroyli qilib aloqaga chiqaverasizlar, noldan boshlab uy qurib beramiz. Agar addenni misol betonni o'zini quydirib qo'yib 1-2 yildan keyin misol g'ishiga yo 3-4 oydan keyin g'ishiga chaqirsanglar ham shunaqa qilib ham berilaveradi. Betoniga addendagi yo'l qilib, g'ishini ash paytda addendagi yo'l qilib ham yo'q, noldan boshlab bitta qilib olishim kerak. O'zim safardaman, otinam katta, sizlarga qaraydigan odam bo'lmaydi desanglar, o'zimiz hamma yugurini qilamiz. Oziq-ovqat, material hamma yo'g'ini olib kelamiz. Qilingan, aytilgan misol uchun manaqa narsalar tashlaymiz deb proyektlarga qarab shu armaturasi, sementi, shag'ali qanchadan qo'shilishiga hammasigacha hisob-kitob qilib yozib qo'linglarga beramiz. Ash narsalar xudo xolasa olib kelib qo'yamiz. Shu uy uchun shu aytilgan narsalarni qo'yamiz. 130 dollardan 160 dollargacha bo'ladi. Kelishilgan holatda pason dizaynlar o'zingizlarda proyekt bo'lsa proyekt bo'lmasa o'zimiz chizib, shu o'zingiz idealizdagi uyni chizib harakat qilamiz. Chiqarib berishga sizlarni uylarda yoqadigan qilib o'zingizlar sharoitingizga mos qilib beramiz. Korobka holatigacha bo'lgan uyimiz bu 130 dollardan nimalar keladi? Beton quyiladi, ichiga zasipka qilib, steyashka qilib va
Ustiga g'isht uriladi. G'ishtni urib, kolonnalari, sismalari qilib tom yopiladi. Bir etajlari uchun ham, ikki etajlar bo'ladigan bo'lsa, ikki etajda shu sisma quyilgandan keyin pilta bosiladi va tomlarni yopib, ikkinchi etajdan g'ishtlarni urib, tomlarni yopiladi. Faqat tom to'sindan bo'ladi. Hali o'rtadagi ikki etaj bo'lsa, o'rtasi plita bo'ladi. Misol 3 etaj bo'lsa ham 3-chi etajning eng tepasi tomi to'sin bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Shu agar plita bosib bersanglar, rasxoti jicha o'zgarib qolishi mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa 0 dan boshlab polniy korobka uy ko'taramiz. Ishimizni sifatini bilmoqchi bo'lganlar, ishimizga ishonmayotganlar bo'lsa, kanalimizga chiqsanglar, kirsanglar, 1000 dan ortiq videolarimiz bor. Faqat qurilish ish qilamiz. 15 yil oshiq tajriba bor. 15 yildan beri eng kamida qurilishda ishlaymiz shu sohada. Mana ko'rib turganlar, bu o'zimning xonadonimda ham qilib chiroyli bu xolasa tez orada buni ham bitirib olamiz. Alloh nasib qilgan kuni. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib kimdadir yordam kerak bo'lib, maslahatlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.